Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Xo'p, sizlar bilan bugun Nexia'ni ko'ramiz. Nexia 2. Ko'pchilik bizdan so'raydi, Nexia'larga ham 4-pakreni qo'ysa bo'ladimi? Bu Nexia 1, Nexia 2 farqi yo'q. Xo'p, bunga bitta ko'rsataylik, qanaqa narsalar qo'ydik. Bu motorimiz gibrid MP32 i+, shahardagi o'sha reduktorimiz originali, trubkalar termoplast bo'lgan, dachi salonda qancha qolganini ko'rsatadi. Balon 48 talik qo'yilgan, o'sha zapaskani o'rniga. Bularga shu zapaskani o'rniga idealning eng kattasi 48 talik tushadi. Endi xo'p, bilasizlar, Nexia'larda o'sha gibrid 1.6 Dons, keyin Sons motorlar bor. O'sha 4 xil motorda chiqqan. Bular hammasiga mommos gaz qo'ysa bo'ladi, faqat nisbatan ichida sal injorog'i 1.5 Dons sal injoroq, lekin qolganiga idealni tushadi. Endi hozir akamga bitta italyanskiy zapchas qo'yildi. Eng oxirgi Nadojin zapchas. Endi sizlar mabodo arzonroq variant desalaring, bularga sal arzonroq variantlar ham bor. Endi bundan bag'iga ko'pchilik hozir akamni ham metallarni yechib tashladik. O'rniga bu propan bo'ldi. Qishda metan bo'lmagani hisobiga ko'proq nima qo'yiladi? Baribir propan. O'zi buni asosiy qo'yishga sabab pokoleniya qilib prostoy qo'ysalar ham yuradi. Bu yerda o'sha minuslari tez-tez ligovkadan chiqib ketadi. Gazni ko'p rasxod qiladi, keyin hidi ham ko'pincha chiqib yuradi. Pokoleniya o'zi bunga qo'yishdan maqsad bu tipdagi motorlar, o'sha Nexia bo'lsa ham bilasizlar, bularda katalizator bo'lmaydi. O'sha orqadan ugar berib yormasligi, hid ortiqcha salonga reduktorlar o'sha hid bermaydi, bular o'sha italyanskiy bo'lgani uchun. Endi prostoyda unaqa nadojniy reduktorlar haligacha chiqmagan. Shuni hisobiga ozgina ishlagandan keyin ko'pi hid berib yoradi salonga. Ayniqsa ba'zi pechga yoqasizlar, qishki kuni hidi sasib ketadi. Nuqul o'sha propanni qo'yganligini his qilib yurasizlar. O'shaning uchun pokoleniya qo'ysalaring hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Unda ham iloji boricha o'sha zapchasi yaxshirog'ini. Endi to'g'ri, bu premium klass, narxi qimmatroq chiqadi, lekin o'sha sal arzonrog'ini sifatlilari ham bor. Datta o'z sifatsizlari ham ko'payib ketgan ko'chada, ko'pchilik kelib, endi bundan keyin o'sha remontlarda ham yechib muammo qilganlarni, nima uchun muammo qilgan ulardan yoritib borishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, pokoleniya qo'ysalaring hech qanaqa bu mashinalarda muammo bo'lmaydi. Yurishni ham ko'rsataylik. Hop, klyuchatrini yon qismiga qo'yib berdik. Ko'rsangiz bo'ladi. Hozir mana mashina benzinda ishlayapti. Gazga o'tadi, mana o'tdi. Switchlar kamaygan sari gazni qancha qolganini ko'rsatib boradi. O'sha switchlar ham o'sha salonda ko'rsatadi, qancha gaz qolganini. Mabodo benzinga olgan kelsa bitta benzin, gaz qilib yursalar ham bo'ladi. Mana hozir motorda ham ishlashni, hozir gazda turibdi. Hop, mana motorda ishlashlarini ko'rsalar ham bo'ladi. Idealni ishlab turibdi. Mana gaz berib. O'zi bularda o'sha switch provodalari idealni bo'lsa, tok qochib yormasa, qo'yganda o'zi bittada idealni tushadi, hech qanaqa muammo qilmaydi. Mabodo sizlarda o'sha Nexia'lar bo'lsa, muammosiz qo'ysalar ham bo'ladi. Zapchasini ham ko'rsatdik. Endi mana bu yerga to'xtalib o'tib ketaylik. Mabdachi. Bilasizlar, ko'pchilikda bo'ladigan muammo gaz qo'yilgandan keyin yomon gaz quyilsa, yo nimadir bo'lsa, bu ayniqsa arzon komplektlarda ko'p bo'ladi. Mabdachi kuyib qoladi. Hozir bunga ham to'xtalib o'tishga qaror qildimki, bularda mabdachi uncha kuymaydi. Borniki motor tugab ketishi mumkin ishlab, lekin mabdachi kuyib qolmaydi. Demoqchiman, mabdachida o'zi ham originallari $25 turadi. Misol Xitoylarda o'sha $4-5 olib qo'yasizlar, lekin kerak bo'lsa bir oyga ham bormay kuyib turganlari ko'p. O'shaning uchun jicha puldan qochilmasa, mana shunaqa o'zi yaxshi komplekt qo'yiladigan bo'lsa, uzoq xizmat qiladi. Mana shu ko'rgan komplektlaring o'sha oxirgi variantda esa o'sha trubkalar ham termoplast, aytganimizdek balon 48 turetskiy dachi ishlaydi. Shu komlektda salang ko'rganlaring 4.800.000 so'm. Kobaltlar bilan bir xil chiqadi. Nimaga? O'sha bu komplektlar o'sha Cobaltga nima zapchas ketsa, bularga ham xuddi shu narsa ketadi. Adinkatdan. Aytgan bo'lsa Cobalt yoki Gentra qanaqa mashinalar bo'lsa ham, mashina alishtirgan bo'lsa, shunday pirik ketib qolaverasizlar. Mabodo bahorga chiqib yana metanda yurganlar kelsa, masalan, oldin metan prostoy bo'lgan bo'lsa, shunday reduktor bitta balon qo'yiladi. Shu bilan yana pokoleniya, metanda ham yursalar ham bo'laveradi. Polni yana yechib qo'yish shart emas. Xudo xolasa, mana shu komplekt bilan idealni yurib beradi. Rasxoti o'rtacha, bunda garajskiy rejim 10 ta bilan 100 km, trassada 10 ta bilan 120 km o'rtacha probegda yuradi. Xudo xolasa kuzatishni davom etinglar. Sizlarga bundan ham qiziq bo'lgan foydali kontentlarni qo'yishda davom etamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Bo'ldi.